odamlar yuradigan yo'lda, odamlar soyalanadigan joylar, daraxt taglarida hojat qilish harom amaldir yo'llarda. Ba'zan katta magistrallarda ko'rasiz, erkaklar tikka turib bavul qo'yadi yo'lda. O'tayotgan mashinadan uyalmaydi, hazar qilmaydi. Mana shu ish shar'an haromdir. Bu haqda Payg'ambar alayhisalom hadislari kelyapti. Qarang qanday vaid bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni qaytarganlar. Imom Muslimning Jami' sahihlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan bu hadis. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ittaqul la'anayni. Ikkita la'natlanganlardan hazir bo'linglar dedilar. Ya'ni qo'rqinglar. Qalu va man la'anani ya Rasululloh. Bu ikkita la'natlanganlar kimlar ey Alloh Rasuli dedilarki, aytdilarki allazi yatakhalla fi tariqin nasi va zillihim. Odamlar yuradigan yo'lga, odamlar soyalanadigan soyaga hojatni chiqargan odamlar dedilar. Ana shu ikkalasi la'natlangan toifa bo'lar ekan. Buni eshitib qo'yish kerak. Eshittiringlarki, yo'llarda qozoi hojat chiqarmasin. To'g'ri aytishadiki, unda yo'llarda masalan yo'l infratuzilmasi kiradi, yo'llarda umumiy hojatxonalar yo'q-ku. Bor qilsa bo'ladi, zapravkalarda bor, masalan, yo'lda masjid bo'lmagani bilan zapravkalar bor. Har bir zapravkaning hojatxonasi bo'ladi va hokazo. Musulmon odam hojatxona bo'lmagan mahallarda ham payg'ambar zamonlarida odamlar qanday odob va madaniyat bilan hojat chiqarishni bilganlar. Musulmon odam biladi. Bundan juda ehtiyot bo'lish kerak. Tikka turib bavul qilishi o'zi bir baloyu, yo'lda hammaga ko'rsatib odamlarni yo'liga, daraxtning tagiga bavul qilishi ikkinchi bir balo. Payg'ambar alayhisalom uni la'natlangan deyaptilar. Shuni aytinglarki, yetkazinglarki, yozinglarki do'stlar, yo'llarda bavul qiladiganlar la'natlangan bo'ladi. Odamlarni ko'z o'ngida hayo qilmasdan daraxtlarning tagiga, suvlarga bavul qiladiganlar la'natlanganlar bo'ladi.